Menimcha bundan kattasi yo'qda. Cadillac Escalade'dan ham katta. Escalade IQ'si kengligi bo'yicha Escalade'dan aniq uzunroq. Shu darajada bahaybat mashina nafaqat ko'rinishi, balki batareyka obyomi 205 kilovat. Menimcha eng katta batareyka obyomli mashina mana shu bo'lsa kerak. Shu go'dasiga 740 zapas xod. Tasavvur qiling, 750 ot kuchi va 1000 newtonometr va kraskasi top-toza 2025-26 model ekan. Shu qadar navorot mashina, oldi splashnoy monitor, passajir tomonda ham, o'rtada ham, shoferda ham, o'rta konsolda ham, polniy panorama. Shunaqangi katta. Hali 5000 ham bo'lmabdi probegi. Mana bu salonlari ham choki ko'k chokli va qop-qora yengida. Oldi qismi broneplyonka ham qo'yilgan. Night paket. Ko'ringiz, oldi basharalar ham, detallari hammasi Night, yozuvlarigacha Night. Narxi вообще ishkala. Mana shu bahaybat mahluq hojaga qarang, oldida yo'q bo'lib qolman. Yengisi 200 millga tushadi. Olib keltirsiz, kutaman desiz, surishtirib ko'ring ishonmasangiz. Buni srochniga 144 mingga attiga bosib yuborsangiz bo'ladi. Shu tushadigan joyga tushib bo'lgan, siz nazar qilib olsangiz, yengisini olib 5000 yursa ham demak 50 ming zarar qilarsiz, 60 ming. Bu 5000 уже zarar qilib bo'lingan, siz unaqa zarar qilmaysiz. Maza qilib haydab arzimagan zarariga bemalol sotib yuborasiz, bosib yuboring.